Assalomu alaykum akalar ukalar, xo'roz ishqibozlari, parvozlar. Ming bor uzr so'rayman. Anchadan beri video qila olmadim chunki vaqtim yo'q edi. Ishim ko'payib ketdi. Endi bizani ish mashina bilan bog'liq bo'lgani uchun ishim sal ko'payib ketib qoldi. O'shanga bugun video obzor qilay deb bir video qilyapman. Men sizlarga ko'rsatgan tovuqlar hammasi sotiladi. Xudo xolasa. Men bir jo'ja bor, katta xo'roz bo'lib qoldi bu jo'ja. Endi buni narxi уже boshqacha bu narxi. Tanacha. Kimga tanacha kerak bo'lsa, mana shu xo'roz tanacha. Mana shu hali bola jo'ja bu, 7 oylik bola jo'ja. 7 oylik bola jo'ja, lekin bo'y basti juda katta. Mabodo kimga kerak bo'lsa, telefon nomerimni qoldiraman. Shu videoni ko'rib bemalol telefon qilishingiz mumkin. Hozir mana suv berish jarayonidamiz. Suvlarni iliq qilib beramiz ki 15 minutdan keyin olib tashlaymiz. Keyin mana bor, mana bitta turli kimga kerak bo'lsa mabodo. Mana turli. Xo'sh, ko'pchilik telefon qilyapti, hali ham shu kasalliklar bo'yicha telefonlar bo'lyapti menga. Nima qilsam yaxshi bo'ladi deb. Hozir ko'pchilikda shunaqa kasallik ketyapti-da, xirillab qolishi. O'shalarni men har doimgidek o'sha gapim azitronit, ketidan parashok beringlar. Parashok bersanglar yaxshi bo'lib qoladi, xudo xolasa. Shu parashok ham qaysi parashok? Daksin bor, Maclaran Ultraseptor. Og'izdan sep qo'yasizlar, yaxshi bo'lib qoladi, xudo xolasa. Yaxshi parashoklar. Mana bu yerda ham bitta parichka bor. Mana erta uyg'onib qolgan kechki jo'ja bu. Bu ham xo'roz bo'lib qoldi уже. Kalta yuruvlari yaxshi. Kimga kerak bo'lsa telefon qilsanglar, gaplashamiz narx-navosini. Hammasiga suv berib chiqdim mana hozir. Iliq suv berdim. Kimga nima kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p. Yana nima bor? Mana bu yerda o'sha armaturaning liniyasidagi tovuqlar bular. Mana ikkita tovuq bor. Bittasini ko'zi ko'r, o'vanisini ko'zi ko'r. Bitta ko'zi ko'r. Ikki turli bular. Mana tovuqlar. Issiq joy bo'lsa, tuxumga kirib ketadi jonivor, xudo xolasa. Xullas shunaqa gaplar kelib-keladi. Kimga nima kerak bo'lsa telefon qilsanglar, telefonda yana gaplashamiz. Keyin anlarni ham aytmoqchi edim, betayinlar hali ham bor ekan oramizda. Erkaklar bizni sotib, "Aka, gapimga javob." Yo'q, deydiganlar paydo bo'ldi yana. Yana shunaqalar paydo bo'lib qoldi. "Aka, gapimga javob beraman men." Yo'q, deb turib telefon qilsangiz ko'tarmaydi. Telefon qilsangiz ko'tarishmaydi. Hozir 1 minut. Xullas shunaqa gaplar kelib-keladi. Video obzor chiqarib qo'ydi. Hozir endi suvlarni to'kib tashlaymiz bularni. Suvlarni to'kib tashlaymiz. Kimga nima kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, telefonda bemalol bafurcha gaplashamiz. Tovuq kerakmi, xo'roz kerakmi, hamma narsa bor. Suvlarni olib tashlaymiz.
Akalar, ukalar, kichkinagina video qilyapman, xafa bo'lish yo'q. Nomerimni qoldiraman. Kimga nima kerak bo'lsa telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar. Bemalol yana telefonda gaplashamiz. Ko'rishganda ko'rishguncha, akalar.